Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlarga bugun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz keldi. Pramoy dehqondan mashinamizga ledlar qo'yilgan, diskabalonlar qo'yilgan, kraskalari bir 20-30% bor deyishyapti. Yana kelib tekshirib olasizlar. Salonchidan afishkalar qilingan, chexol, polnik, hamma narsa qilingan. Mashinamizning gazlari metan gazga turibdi. Zadnimoz karovka motorlari yaxshi. Kelib yana ko'rib, gapirsak bo'ladi. Mashinamizning narxini egalari 4000 dollar deyishyapti. Yana ustiga kelib savdolashsak bo'ladi. Likupga qiziqganlar uchun 1,5 ming boshlang'ich to'lov bilan mashinamizni chiqarib beramiz. Kelaverasizlar.